Ey Persinskiy Dagestanis, meni yaxshilab eshit. Men senga o'zbek sifatida, O'zbekiston o'g'loni sifatida o'zimni tilimda gapiraman. Sen переводchi sotib olib, kerak bo'lsa tarjima qildirib ol. Kechqurun soat 10:30da sen menga telefon qilyapsan. Men sen bilan urushmoqchiman, urushasanmi men bilan deyapsan. Men senga savol beryapman, inson sifatida chiroyli. Sen men bilan ko'chada urushmoqchimisan yo ringda urushmoqchimisan deyapti. Ko'chada ham, ringda ham. Yo. Bet O'zbekiston. U seni u Rossiyada unisiga bitta mush otib qo'ysang, ajratib qo'yib, bunaqa shov-mov qiladigan joyda ko'tarmaydi bet. Men senga aytaman. Sen keyin ikkinchidan O'zbekistonga kelib, boks pravilasi tushamiz. Karate, jetkunda qochimamdo qilib pravilani sen bu yerda qo'ya olmaysan hech qachon. Bu yerda men qo'yaman, senga interesli bo'lib turgan bo'lsa. Pravila. Sen uni priнимат qilib, hurmatingda kelib, hurmatingda ketasan. Tushundingmi? Men MMA'chiman. Men boksyor emasman. O'zimni boksga tiqib, aqa tiqib yurmayman. Men MMA'chi bo'laman. MMA'chida agar senga mana shu Humoyun senga interesli bo'lyapti ekan, telefon qilyapsan. Sen menga interesli emassan. Sen cholsan o'zi. Hop, O'zbekistonga kelib men bilan urushmoqchi ekansan. MMA pravilasi bo'yicha men sen bilan urushaman. Любой время, любой vaqt menga telefon qilib, O'zbekistonda sen bilan MMA bilan urushmoqchiman. Bu mazza. Lekin sen pravila qo'yib, mana bu pravila bo'yicha urushamiz. Sen buni unaqa qilasan deb menga o'zingnikini tanqid qila olmaysan. Bet O'zbekiston. Betda O'zbekistonning qonuni gapiradi. Qattandir kelib turib, unisiga bir ikkita qichqirib, baqir-chaqir qilgan shoumenlarning joyi emas bu. Bitta normalniy erkaklar bor, sen aytyapsan ko'chada urushamiz. O'zbekistonning ko'chalarida seni xayolingga kelmagan narsalar bo'lib ketadi, umring davomida ko'rmagan. Bekka eng yaxshi senga maslahatim do'stim. Mehmon sifatidagi butun umr esingdan chiqmaydigan qilib mehmon qilib kuzatib yuboraman. Dushman sifatida kelsang, u ham butun umr esingdan chiqmaydigan holat bo'lib qoladi. Shu sabab O'zbekistonning qonunlariga bo'ysungan holda hurmatingda kelib, MMA pravilasida men aytyapman senga, shunda urushib, o'sha hurmatingda nima deydi? Sport do'stlik, sandaqangi klounadalar chiqib turib hamma yoqda bir naqaga tegib natsiya-patsiya qilib tashadi. O'zbeklar sen o'ylagan emas, senga aytayapman. Sen O'zbekistonga kelib o'zingni omon bo'l.